Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Jalaliddin Suyuti rahmetullahi aleyhinin Halifler Tarihi namlı kitapta biz bugün Abbasilarning 23. halifasi El-Muti' lillah degan halifeninki hayatı bilan tanışıp chiqamiz. Bu adam Hijriya 334 yildan Hijriya 363 yilgacha davr surgan. Ya'ni 30 yil taxminan 29 yil bu adamninki davron qilgan. Bu adamın ismi Fez ibn Muqtadir. Mu'tazilning nevrisi bo'ldi. Kunyasi Abul Qasim. Onasimi Didek, ismi Mushg'ila degan nom bilan mashhur. Hijriya 331 yili Hijriya 301 yil tug'ilgan. Bu adam Mustakfi billani g'ulab tushirayotgandan keyin xalifalik maqomiga chiqqan. Muizzud davla bu adam uchun kunlikka 100 dinar serpiyat, ya'ni davlat maliyasidan 100 dinarlan pul belgilab bergan. Demak, bu davrdagi xalifalar qo'rchoq bo'libmi? Ajoyib qo'rchoq. Ya'ni bular o'zining iqtisodiga ega emas, so'ziga ega emas, qilmishiga ega emas. Bularda hech qanday amaliy huquq degan narsa mavjud emas. Ajoyib xo'rlangan va xorlangan xalifalar bu paytlarda. Muşu yılning o'zida Bag'dodda qattiq bir qahatchilik va qimmatchilik bo'lib ketib, kishilar top, tezaklarni yeyishga boshlagan. Yo'l bo'ylarida ulab qilayotgan. Hatto ishlarmi o'zining go'shtini yeydigan bo'lib ketgan. Uy, saroy ishga nonga setildigan bo'lib ketgan dedi. Kichik bolalar, miskin bechoralar bilan birga kavob qilinib, yeyilib ketadi dedi. Muizzud davlat uchun bir kur oshliqni, bug'doyni 20 ming dirhamga setib olgan shu vaqtda dedi. Bir kur deganimiz 15 qintar demishqi. Biz buni oldingi darsimizda qancha kilo ekanligini deb o'tdik. Bu vaqtda Muizzud davla bilan Nasirud davla, ya'ni Sayfud davlaniki inisi. Bu ikkisi orasida urush yuz berdi. Urushqa Muti' birga Muizzud davla bilan birga chiqqan bo'lsa-mu, oxirida Muti' Muizzud davla bilan asir kabi qaytib keldi deydi. Nayat xor bichar holatda. Endi Axshid begning o'lishi va bir qism shu vaqtdagi hurmat nomlari, laqamlarningki ma'nilarini bayon qilib o'tsak, bu yilning o'zida, ya'ni 301-yili Misrning podshosi Axshid bek o'lib ketdi. Uning ismi Muhammad ibn To'g'chi al-Farg'oni. Yani bu adamın özü Ferganilik, Türk. Tolinlardan keyinki Mısır'daki hakimiyet işlerine ait köp töhf qo'shgan büyük bir padişah. Axshid deganning ma'nosi padişahlarning podshohi, Shohinshah degan bo'ladi. Mana bu Farg'ona podshohlarining laqabi edi deydi. Asbahiz degan bu Tabariston podshohlarininki laqabi edi. Asbahiz degan kalima. Sol degan Jorjan podshohlarining laqabi. Ammo Xoqon kalimasiga kelsak, bu Turk podshohlarininki laqabi. Bu vaqtda, ayni vaqtdagi Turk va Turkiston zemini degan gap islomiyatdagi dastlabki bosqichlarda asosan bizniki rayonlarimiz Qirg'iziston taraf, Qozog'istondagi shu sharq taraflari, bu shu rayonlar asosan Turkiston diyori deb atiladi. Ta shu Saddichinning Sepil qadar bo'lgan orliqlarda bu Turkiston diyorlari bo'ladi hamda. Turk diyori yoki Turkiston diyori. Afshin degan gap Ashurusna podshohlarining laqabi. Samon degan Samarqand podshosining laqabi. Chunki bu davrda tojiklar huquq tutganda Samarqand, Buxoro, Termiz, bu taraflar asosan Mavra an-Nahr rayonidagi bir qismi nemining o'sha Samanilarningki qo'lida, Farg'ona vodiysining bir qismi demasakku. Shunglashqa Turk diyori yoki Turkiston diyori desa, biz bu rayonlarga asos qilgan o'sha mezgillarda. Axshid bek nihoyat haybatlik, botur podshoh bo'lib, Qoir billah
zamanında şu kişi tarafından Mısır'ın valisi bulup bekitilgan. Bunun 8000 kulu bat deydi. O kafirning ustazi. Yani Akşit ölgəndən keyin kafir deydigan birisi padşah bolgan. Bu kafir asli bu Akşit bəgdən keyin bir quli. Bu qul ki Mısırni başqurgan. 301 yılın özüdə Ubeydillah padşahlarından Qaim ölgən dedi. Bu Mısır'ın Məğribnin padşahı idi. Bu Şiələr Fatimilərdən. Bunun kendinden oğlu Mansur Billah ismi İsmail bu veliahdi işkende şu padişahlık mensubida ultağan. Ama Qaim bolsa dazistin mübekrek naçar adam idi deydi. Bu melun zindiq ma ülgen Qaim'e bu hatta peygamberlerinin uçuk aşkarı tıllaşık başlayan. Bunun jakarçisi daim mundaq to'laydigan edi. G'ar va g'arning ichidagi kishilarga la'nat qilinglar deb. Ya'ni bundan maqsad Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu. Nauzu billah. Nurg'un ulamolarni o'ltagan bu. Hijriya 335-yil bo'lgan vaqtida Muizzud davla muti' lillah, ya'ni xalifani changalga ilib olgan Shia. Bu ikkisi yangidan qasam ahdi nomlarini yangilab Muizzud davla muti' lillahga qo'ygan cheklimlarni, ya'ni vakolat nomlarining hammini bekor qildi. Chunki xalifa o vaqtida o'z hech qanday bir ishlarni ijro qilolmaydi. Faqat xalifaning nomida yo'l yo'riqli yo'llandi-da boshqalar. Ya'ni bu yerdagi boshqalarga bergan vakolatni bekor qildi demakchi. Buni xilofat sariga qaytadan akirdi. Chunki Nasr davla bilan Mo'g'ul urushda azroq xalifadan og'irnagan bo'lsa kerak. Bu adamni solab, sel cheklimlarni qo'ygan. Hijriya 338-yil bo'lgan vaqtida Muizzud davla mutu' lillahdan so'rab, mening inim Ali ibn Buvayh, ya'ni imadu davlamu mush ishqa, ya'ni hokimiyat ishlariga aralashsa, men bilan sherik bo'lsa, mendan keyin mushu mening maqomimga chiqib valiahd bo'lsa dedi. Muti' lillah bo'ladi, chataq yo'q deb javob berdi. Chunki huquq yo'q xalifada. Uzun o'tmay imadu davlat shu yil o'lib ketdi. Muti' yani bir inisi ruknu davlani onun o'rniga qo'ydi. Mana bu keyingi Buvayhi oilasidan kelib chiqqan buyuk qo'mondan Azdud davlining dadisi edi dedi ruknu davlat. Bular 100 yildan ortiqroq so'g'an bu davlatni. Nech avlod. Hijriya 339-yil bo'lgan vaqtida Hajrul Aswadni ayni vaqtda elib ketgan qaromitilar o'z o'rniga, ya'ni Ka'ba sharifga, Ka'ba baytullohga qaytarib keldi. Hajrul Aswadni bir oltin bilan halqilab uni chin jipslagan edi dedi. Shu oltinning eg'irligi 3790 yerim dirham eg'irlikda. Şu vaqtdagi birlik hamda Muhammad ibn Nafi al-Khuzai shunaq deydi. Hajrul Aswadni qo'magan vaqtida men ko'rgan. Shuna o'ylasam deydi. Uning beshida faqat bir qorliq bor. Beshidla Hajrul Aswadning bosh tarafi. Qolgan yeri oq edi dedi. Uzunligi 1 gaz miqdorida keladi. Ya'ni 30 santidan 50 santigacha bo'lgan orliqlar. Bu shunchalik edi. Yo'g'onda kim bu ketgan vaqtida uni cho'qib kichiknab qo'yib qo'ygan. Hajrul Aswad mana hozir qadar shu kichik biti, hozir shu gulidak 3 parcha bor. Va qolgan tarafininki hammasi qo'g'ishim bilan, kumush bilan quyilgan. Bu shu parchalanib tugab ketgan bu oz qolgan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hadisida Hajrul Aswad jannatga ketishi bu qardimi oq bo'lib, mushriklarning xatoligi buni qaraytib etgan degan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Bu jannatning tashlari bu. Hijriya 341-yil bo'lgan vaqtida bir bo'lak tanasuxiy qavmlari maydonga keldi. Tanasuxiy deganimiz bu hindilarniki, adrendilarda bor, ruhniki bunda kuch ideyasida yashaydigan bir xil e'tiqoddagi kishilar. Masalan,
Bu iqimning ichida bir balangzi chiqib, Alining ruhi menga yo'tkaldi deb bu davronni sağgan bo'lsa, bir ayol Fatimaning ruhi menga yo'tkaldi degan. Yani birisi Cibril'ning ruhi menga yo'tkaldi degan. Bular urib o'ltirilgan. Nima? Bular qattiq urilgan. Hatta bular o'zini biz ahli baytdi, biz payg'ambar avlodi deb o'zining nopozini saqlab qolishga tirishgan dedi. Muazzid davlat ma'qul deb qo'yib bergan. Chunki Muazzid davlat ahli baytga moyil, ya'ni Shia puroq kuchlik. Mana mushu Shialik Buvayhi oilasiniki eng la'natkar ishlardan edi. Mana islom dunyosining xilofat markazi baş huquq 100 yil Shialarning qo'lida tug'anmış baytlarda. Keyin Seljuqlar qutuldigan-ku bulardan keyin. Uni keyingi mezgilda kelamiz. Mesela hozirgidek mushtar ruhlarninki ko'chishi o'ziniki mesela Mahdi, o'zi mushtar Ali va kaza deydigan mesela bir qism kishilar Uyg'urlarda bo'lgan. 2000 yildagi oldingi yillarda bo'lsa kerak. Urumchida shu oqsuluq bir ayol mushu davoni keltirib chiqib, bular o'zining g'aybni bildiganligi, bularning mushtar Mahdilik bir maqomi degandek mushtar maqomning bo'lganligini davron silib kelgan. Buni bir qism shu Urumchidagi turadigan yaxshi ahli tavhid bolalar bir gamiga akirib bularni o'ltirib tashlagan. Bu oshkorlanmagan, oshkorlanmay 7-8 yil o'tgandan keyin bularning ichidan birisi o'zining qilgan ishidan faxrlanib, bizim o'ldiraysanmamni palonni munofiqni, bizim o'ltirayotgan odamni necha yillarda yashayapmiz buni deb qo'yganda o'ziniki bir yaxshi yaqinlarga deb. Keyingi ular tutilib qolgandan keyin iqro qilgan vaqtida mush avvalni iqro qilib 7-8 yildan keyin bular pashulab shuning bilan bularning bir nechasini o'limga hukm qilgan, bir nechasini uzun muddatlik kesim e'lon qilgan. Shu bir qism bizniki qarindosh bolalar bor ekan, shu sud maydonida. Shularning deyishicha o'limni talashib berdi bular. Birisi yo'q men o'tdadim degan, birisi yo'q men o'tdadim degan. Ay shahidlik maqomini talashib. Shuning bilan birisiga o'lim jazosi berish yakuni tushgan vaqtida bolalarning hammasi sud maydonida o'rnidan turib takbir to'lashgan Allohu akbar deb. Demak bu hikoyada nurg'un ma'nolarni bilishingiz mumkin. Bizning ishlarimizdagi ro'naq topmaslik, siyosiy mavqeimizdagi maydonimizning mustahkam emasligi hamma jihatdan bu yerda bilib bo'ldi. Hijriya 341-yili Fatimilarning podshosi Mansur bek o'ldi. Bu Mag'ribning podshosi bo'lib, Mansuriya ismli bir shahar barpo qilgan Mag'ribda. Buning o'g'li valiahd bo'lgan Mu'id degan bu podsho bo'ldi. Buni Mu'az lidinillah degan laqab berildi. Mana bu keyingi mezgilda Qohirani bino qilgan podsho shu. Mansur burunqi Qoim degan nachartida Mansurning dadasi. Mansur o'g'li Qoim bi emrillah degan. Bu dadasi qargan vaqtida buningki ish izlari nihoyatda go'zal, yaxshi bo'lgan. Nurg'un zulm sistemlarni bekor qilgan deydi. Xalq buni yaxshi ko'rgan. Buning o'g'li Mu'id ham yaxshi boshqargan davlatni. Buning avval yaxshi bo'lgan. Mag'rib bunga butun bo'ysungan deydi. Bu yerdagi yaxshi degan gap davlatni adolat bilan boshqarish, davlatni taraqqiy qildirish, davlatga erkinlik berish va kazalar. Amaliyotda bularning hammasi Shia, Rafizi. Jaloliddin Suyutining bir qism podsholarning ishlari nihoyat yaxshi bo'lgan degani bularning e'tiqodidagi masala emas. Bularning siyosatdagi yaxshi taraflari ko'rsatilgan. Ammo e'tiqodda yana bular sahobalarni tillaydigan zindiq kufr aqidada. Hijriya 343-yil bo'lgan vaqtida Xurason podshohi Muti' Lillahga xutba o'qidi.
Burunqi shu jamilarda xutba o'qish, podshohga atab, yani xutbada duo qilish, bu shu podshohga qilingan bir xil shu kishiningki bay'iti, ya'ni qo'llaganligi bo'ladi. Itoatmanlikni bildirdi. Chunki undan burun Abbasiy xaliflarga xutba o'qilmagan. Chunki Xuroson ili bu buvayhilar Shia'ni egallab olgandan keyin bir mezgil o'zini to'xtatib olgan. Yani xalifalar tayinlanish huquq, amaliy huquq bo'lish kerak deb. Lekin ma vaqtda yangidan hamda o'ziga itoatmanlikni bildirib atadi. Muti' lillah Xuroson podshohiga bayroq bir qism to'z sarpaylarni tartib qo'ygan. Bu ham shuni mukofotlagliq va buningki shu Xuroson eliga bo'lgan valiyligini e'tirof qilganlik. Balki bu davrdagi Xuroson elining podshohlari Samaniylar bo'lishi mumkin. Hijriya 344-yil kelgan vaqtida Misrda ajoyib ig'ir yatavrash yuz berib, nurg'un uylar buzilib ketgan. Bu 3 soat, bu yerdagi 3 soat hozirgidek vaqt, soatlik vaqt emas. O soat degimiz 3 bosqich degan gap. Bu yana bir necha soatni o'z ichiga oladi. Kishilar Allohga yolvorib duo qilishib ketgan edi, deydi. Hijriya 346-yil bo'lgan vaqtida dengiz suyi 80 gaz miqdorida kemiyib tuvallab ketib, dengizlarda tog' va orollar paydo bo'lgan. Bu burun yuz berib bakmagan ahvollar edi, deydi. Yani su kemaygandan keyin suvning ostidagi bir qism tog'lar, orollar paydo bo'ladi. O tabiiy ahvol. Rey ve Rey'nin etraflarında ig'ir yatavrash yuz bergan. Rey hozirgi Tehron, Ironniki. Talqan shaharda yer yutish paydo bo'lgan. Talqan Afg'onistonda. Bu yer yutishda, Talqanda faqat 30 cha odam qutulib qolgan. Qolgan odamlarniki hammasini yer yutib ketgan. 150 qishloq Rey'nin qishloqlaridan hammasini yer yutib kirib ketgan dedi. Bu iş hatta Holvangacha berib kelgan. Holvan hozir shu Arab diyorlarida. Holvanning ko'p qism odamlarni yer yutib ketgan dedi. Yer ostidagi o'liklarning so'ngaklarini ustiga laylab chiqarib etgan. Hatta shu ziminlardan buloqlar, sular etilib ketgan dedi. Reyda, yani Tehronda bir tog' kukum qalqan talqan bo'lib ketgan. Osmon bilan zemin oralig'ida yerimkin miqdorida bir kanat esilib qolgan. Yani atrof butun yer yutib ketgandan keyin shular esilib qoldi hamda. Keyin buni yana yer yutib ketgan dedi. Yer ajoyib yerlish paydo bo'lib, kama ichilib ketgan dedi. Bu yerdan sisiq suv va yo'g'on tutunlar chiqishga boshlagan. Mana bu İbnül Cevzi rahmetullahi aleyh'nin Muntazim namlı kitabında bayan kılınan nakiller. Hicriye 347 bo'lgan vaqtda Qum, Hulvan ve şu etrafdagi tog'larda ig'ir yatavrash yuz bergan. Qum bo'lsa, hozir İranning Qum shahri. Hulvan hozir Qoirada. Nurg'un xaloyiqlar talafotga uchragan. Şirketki afeti yüz berib dünyani qoplab ketgan dedi. Bu bütün daraxtlarga, ziroatlarga afet bo'lgan edi dedi. Dersimiz bugün müşahidi bo'lsin ve sallallahu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.